Hammaga salom. Bu videoni chiqarishimdan maqsad ko'p obunachilarim mendan so'rabdi. Oke, qo'llik hissini baquvvat qilish uchun nima qilsa bo'ladi, qanaqa maslahatlar berasiz debdi. Albatta, qo'llik hissini mashq qildirish uchun mashqlar juda ham ko'p. Birinchi yo'li mana spandir. Mana shunaqa spandirni olasizlar. Har kuni mashq qilasizlar. Bu birinchi yo'li. Qo'llik hissini baquvvat qiladigan mashqlar boshqa, ya'ni juda ham ko'p. Boshqa yo'llarini keyingi videolarimda ko'rsataman. Hammaga xayr, sog' bo'linglar.